Aka, endi xizmatlarimiz qayerlarga Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'yicha iloji boricha qilib beramiz. Sokol granitlarni ham qilib berasizlar. Faqat Sokol granitlarni ham qilib beramiz, chiroyli qilib, xudo faqat xolasa. keyinroq qilib berishar ekan. Lekin bunaqa xizmatlari ham bor. Sokol granit, brushatka xizmatlari ham bor. 1 yilga do xizmatimizga, brushatkalarimizga 10 yilga do garantiya beramiz, rangi, ro'yiga, boshqasiga. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijon Qo'rg'ontepa tumaniga yetib kelganmiz. Mana shu xonadonimizga brushatka qilib berishayotgan 100 kvadratdan ortiq bo'lgan xonadonimizga bu boshqacharoq uslubda bosilyapti. Shunisiga e'tibor berasizlar va bundan tashqari narxlarni ham zo'r qilib berar ekan, xudo xolasa. Jarayonga ulgurib kela olmadik. Jarayonni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi edik va bu yerda bir nechta hozir kubikchalar qolib ketgan, ularni ham ko'rsatib beriladi. Va bundan tashqari qanaqa brushatkani turlari bor, qanaqa ranglari bor deganlarga mana bu yerda abriz sifatida bir nechta turini ko'rsatib qo'yishdi. Nima sababdan aynan bu fasollar? Sababi bu tormozli hisoblanadi. Ancha-munchaga sirpanib ketmaydi. Uyingizda bola chaqa bo'ladigan bo'lsa ham siz uchun zo'r variant hisoblanadi va bundan tashqari buni ichi ham o'zini rangida bo'lganligi uchun xudo xolasa rangi ham o'chib ketmas ekan. Videomizni oxirigacha tomosha qilib, klassik mashasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlarga ma'lumotlar berishni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sodiq, siz kimsiz? Rahmat. Salomon. Usakamizni tanigan bo'lsanglar kerak. Biz faoliyatimizni birinchi boshlayotgan vaqtimizda Andijon Paxtaobod tumanida videorolik qilib chiqarganmiz. Juda ko'pchilik ko'rgan, to'g'rimi? Hozir 1,5 millionga yaqin odam ko'rgan bo'lsa kerak YouTube'da. Ko'pchiliklar taniysizlar. Aka, tanishtirib o'tsangiz, bu yerda qanaqa holatda qabul qilgan edinglar? Sizlar nima ish qildinglar buni tagida trambovkalarga? Bu yerda kelganimizda endi yarmi turpa holatda ekan, yarmi stashka holatda ekan. Suxoy smes qilib, sementlik qilib trambovkasini qildik. 2 kun, 3-kunda, bugun 3-kunda tugatib уже. Burchatkasini ham bosdinglar. Ular tagini trambovkalarni o'zingizlar qilib olasizlar. Hamma yo'qda o'zimiz chiqarib, nolga chiqarib, uklonlarni qo'yib, metriga ashi 1,5 santimetrdan uklon qo'yildi. Endi bu yerga jicha ko'proq bo'lib qoldi. Чтобы mana jo'lavasdacha suv tushadigan qo'shni tarafdan anaqa bor ekan, tezroq tushib ketishi mumkin. Shunaqa qilindi. Endi holatga qaraysiz-da. Ha, holatga. Qaysi ma'qul bo'lsa shu yopiq yerlar bo'lsa ozroq bo'ladi ukloni. Buni aka yana bitta zo'r tomoni, xohlagan vaqtda chiqarib, yana qayta joyiga qo'ysa bo'ladi. Bo'ladi. Deylik, mana shu yerdan biz suv o'tkazmoqchimiz. Mana shu bir qatorida chiqaramiz. Suv o'tkazgandan keyin bir holatda joyiga kirgizib qo'ysa bo'ladi. Bo'laveradi. Sinib ketmaydimi axir bu? Xudo xolasa garantiyalarni qilib beryapmiz odamlar, insonlar uyiga, misol uchun 1 yilga do xizmatimizga, brushatkalarimizga 10 yilga do garantiya beramiz, rangi, ro'yiga, boshqasiga, sinib ketishiga. Kubikchalar rastor yordamida qilinar ekanda? Kubikchalarni haligi qimmatroq kile ishlatamiz, basseynni kileyidan. Suv tegsa ham qatoradigan. Joyidan siljib ketmasligi uchun ham asosini. Xitoy kristal granit qo'yilyapti hozir. Hozir bu burchatkaga alohida shunaqa granit ham qo'yiladi, o'zini kubikchasi ham bor. O'zini kubikchasi ham bor. Mana shu fasollar taxminan qancha chiqadi o'zini kubikchasi bilan? O'zini kubikchasiga hozir 48 ming so'mga to'g'ri kelyapti shu fasollar. 1 kvadrati 48 ming so'mdan. To'liq bir sloyni oq sementda bo'lgan. Endi usta haqlari bilan necha pul bo'ladi? Usta haqqilari bilan 88 ming so'mga to'g'ri keladi. Usta haqqi material ichida o'rnatib berish ham yo'q, ha? Gap yo'q. Bu bir sloyli deganda mana qaranglar, sindirmaymizda, sindirmasdan ko'rsataylik. Xullas, bitta sloyda chiqqan bu. Haligi yarimiga betonlik, yarimiga rangli emas, xullas bitta sloyda chiqqan. Shuning uchun bir sloylik qimmat yuradi. 2 sloyliga qaraganda bir sloylik qimmat yuradi. Shuning uchun shuni e'tiborga olib qo'yasizlar. Aka, endi xizmatlarimiz qayerlarga? Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'yicha iloji boricha qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha. Qayerga misol kelishib qolsanglar boraverasiz. Kelishib qolsak boraveramiz. Toshkent, Voha, Vodiy, Andijon. Hozir aynan mana shu 100 kvadrat, 120 kvadrat dedingiz-ku, necha kun vaqt oldi aynan mana shu joyda, shu holatda mana bugun hozir oxirgi jarayonlar ketyapti, shuni necha kun vaqt oldi? 3 kun to'liq vaqtimiz ketdi. Endi buni posoni ko'proq uchun mana darvozaxonadacha posonlari bor uchun juda maydaroq ishlari bor. Bo'lmasa 2 kunda tugatsa bo'ladi-a? Tugatib olsa bo'ladi. Tushunarli. Bu alohidami mana o'rtadagi gul? Gulimiz alohida. Gulimiz 120 ga 120 fasondagi keramika kristal gulimiz bor, Xitoydagi. Endi jicha buni qo'shib ko'paytirib, qo'shimcha lenta qo'yib ishirganmiz. Bu chetlardagichi bular nima? Bular ham alohida hisoblanadi, metriga hisoblanadi ular ham. Endi uyda egasining xohishiga qarab qilib beriladi endi.
xohlasa agar, to'g'rimi? Endi bu ham Majburiymi? darvozaxonam tepa patologiyaga o'xshatib bering dedi, sal o'xshatdik endi. Ha, imkon qadar. Imkon qadar, ha. Sokol granitlarni ham qilib berasizlar, faqat Sokol granitlarni ham qilib beramiz, chiroyli qilib, xudo faqat xolasa. keyinroq qilib berishar ekan. Lekin bunaqa xizmatlari ham bor. Sokol granit, burchatka xizmatlari ham bor. Aka, burchatkamizni hozir 3 xil turidan qo'yib qo'yibsiz abrez sifatida. Buni boshqa turlari ham bordir? Bor, xohlagan turini internetdan nimani tortsa shuni qilib beraveramiz. Prosta posonini topib bersa bizga bo'ldi. Endi boricha hozir tayyor mahsulotimizni ko'rsatib qo'yganmiz. Mana shu holat. Demak, 88 ming so'm 1 kvadrat metr ustaqi material ichida aylanadi. Bundan arzon tushadigani ham bormi yoki eng arzoni mana shumi? Yo, bor undan arzon tushadigan. Endi u hali o'zimizda ko'k sementga qilinadi, rangli bo'lib qoladi-da. Ha. Masha yaxshi, sizlar tavsiya beradigan. Mana shu yaxshi, sifati yaxshi shuni. Zo'r. Akalar, ekranda telefon raqamini qoldiramiz. Siz chet eldan bo'lasizmi, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar xonadoningizni rasmini tashlaysiz. Siz unga o'zingiz fason ham tanlab beraverasiz. Misol, xonadonda baland pastligiga qarab ham fason chiqaveradi. Kelishib, xudo xolasa, xizmatlarini ko'rsatib berasizlar. Endi aka, meni 200 kvadrat joyim bo'lsa, sizga telefon qildim, gaplashdik. Qancha vaqt ichida ishga tushasizlar xonadonimizga? Borib, o'lchab, hisob-kitobingizni qilib kelishib olganimizdan keyin oshib ketsa 3 kun ichida. 3-da tushiladi. Xizmat boshlanadi. Boshlanadi. Shunaqa. Qadrli obunachilar, ekranda telefon raqamini qoldiramiz. Videomizni cho'zmaslikka qaror qildik. Sizlarga qisqa lo'nda ma'lumotlar berdik degan umiddamiz.